Real hayotdan assalomu alaykum. Bu Aziz Muhammad Karim YouTube kanali. Bu kanalda bugun noodatiy va eksklyuziv tarzda kitobni reklama qilamiz, ya'ni obzor qilamiz. Bu kitob agar o'qib hayotingizga tatbiq eta olsangiz, sizni sentlaringiz va qimmatbaho hamyoningizni keraksiz matoqlarga to'ldirmasligingizni oldini olib qoladigan kitob. Bu kitob qaysi kitob degan savol sizga kelgan bo'lsa, ta'sir psixologiyasi Robert Cialdini'ni ishontir, amal qil, vafo sanatlashtir degan kitob. Bu kitobni o'qisangiz sizni ya'ni marketing agentliklari sizga keraksiz mataxlarni tiqishtirmasligi uchun hamda ortiqcha pul to'lamasligingiz uchun ta'sir psixologiyasi Robert Cialdini kitobini o'qishni maslahat beraman, chunki bu kitobni o'qiganingizdan keyin hayotda nima ro'y berayotgani va marketing agentlari va televideniya va hattoki mana shu ijtimoiy tarmoqlarda sizni qanday hiyla va aldovlarga uchrashingizni oldini oladigan kitob. Bu kitobda bir narsasini aytib ketaman, ya'ni bosh qismini o'zida, birinchi qismida ya'ni bahorgi mavsum bo'ladi, ya'ni sayyohlar mavsumi bo'ladi. Sayyohlar mavsumida Feruza Gullar degan taqinchoqlar juda ketmagan bo'ladi va sotuvchi ayol juda ham stress holatda, ya'ni ko'p miqdorda olib qo'ygan bo'ladi va u sotilmayotgani uchun birdan 2 qism deb yozgan bo'ladi. Uni sotuvchi noto'g'ri tushunib, bir ya'ni o'zini narxini 2 barobar oshirish deb nazarda tushunadi va narxini 2 barobar ko'tarib olgani hisobiga bir haftada kelsa barcha Feruza gulli olmoslar hammasi sotilib ketgan bo'ladi va uni ko'rib hayratda qoladi va Cialdiniga telefon qiladi va aloqada siz bilan gaplashmoqchiman, shunaqa psixologiya shu narsa meni hayotimni tubdan o'zgartirdi, bunga nima deya olasiz deb telefon qiladi. Ya'ni u Cialdini shunday deydiki, qimmati eng yaxshisi degan prinsip asosida odamlar bu narsani sotib olgan. Siz chunki undan oldingi narxi mana shu kitobda misol uchun 100 ming so'm narxi bo'lsa, asl narxi 100 ming so'm sotgan, lekin odamlar bu kitobni qanchalik muhimligi va qadrliligini bilmagan, bu asabi buzilgandan, ya'ni 50% da, ya'ni 50 ming so'mdan sotish kerak bo'lgan bo'lsa bu kitobni sotuvchi noto'g'ri tushunib bu kitobni 200 ming so'm narx qilib qo'ygan va mavsumda kelib almashadigan, ya'ni sayyohlar buni ko'rib bu narsaga talab kuchli ekan, eng qimmati yaxshi degan prinsip asosida olgan. Va sizga bir narsani aytib ketaman, ya'ni odamlarga ta'sir o'tkazish bo'yicha bu iborani o'qib o'zim ham shokda va hayratlanarli joyida qoldim. Hozir sizga qisqaroq qilib aytib beraman. Adashmovchilik va kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr so'rayman. Aytgancha, agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsa, shu joyda obuna tugmasini bosing va videoga like bosishni unutmang. Sababi siz bilan rivojlanamiz, siz bilan ko'plab ishlarga va insonlarga ko'p manfaat tegadigan inson bo'lamiz. Bir iqtibosni mana sizlarga aytgan o'sha iqtibosim. Bu student qiz tomonidan, ya'ni ota-onasidan uzoqda ligida yozgan, ya'ni xati, maktubi sizlarga o'qib beraman. Aziz onam va dadam, kollejga kelganimdan beri xat yozishda beparvolik qildim. Shu paytgacha maktub yozmaganimdan afsusdaman. Sizga nima bo'lganini aytib beraman, lekin o'qishni davom ettirishdan oldin o'tirib oling. Joylashib o'tirib olganingizgacha o'qimay turing, maylimi? Men endi o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Bu yerga kelganimda keyin ko'p o'tmay yotoqxona derazasidan pastga sakrab bosh suyagimni sindirdim. Miyam chayqalishini oqibatda endi bezovta qilyapti. Kasalxonada 2 hafta yotdim va hozir ahvolim yaxshi. Ko'rish qobiliyatim yaxshi. Kuniga bir martagina boshim og'rib turadi. Yaxshiyamki yotoqxonadagi yong'in va meni sakrashimni yonimdagi joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasi operatori ko'rib qolgan va u o't o'chirishni bo'limiga qo'ng'iroq qilib tez yordam chaqirgan. U kasalxonada ham mendan xabar olib turdi va
Yong'indan keyin yashaydigan joyim bo'lmaganligi sababli u menga o'z xonasini yashab turishni taklif qildi. Bu joy yarim yerto'la bo'lib, lekin juda yoqimli. U ajoyib yigit. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qoldik va turmush qurmoqchimiz. Hali aniq bir sanani tanlamadik, ammo to'y meni homiladorligimni sezilib qolganga qadar bo'lib o'tadi. Ona, dada, men homiladorman. Bilaman, siz bobo va buvi bo'lishingizni orzu qilasiz. Meni bolaligimni kutib olasiz va bolaligimdan kabi meni kurashga mehr, muruvvat, sadoqat va nazokat bilan qarshi olasiz. Nikohimiz kechiktirilmasligi sababli shunda meni do'stim nikohdan oldin qon topshirishni o'tkazishga xalaqit beradigan kichik infeksiya yuqtirib olgan. Men ham beixtiyor undan shu infeksiyani yuqtirganman. Ishonchim komilki, siz do'stimni quchoq ochib kutib olasiz. U mehribon, juda ma'lumotli bo'lmasa ham, lekin mehnatsevar yigit. Nima bo'lganini voqif qilganimdan so'ng sizga shuni aytishim kerakki, yotoqxonada yong'in bo'lgani yo'q. Miyam chayqalgani yo'q. Bosh suyagim ham singani yo'q. Homilador ham emasman. Infeksiya yuqtirganim yo'q. Yigitim ham yo'q. Ammo men Amerika tarixi va kimyo fanidan yomon baholar olyapman. Sizlarni bunga nisbatan donolarcha bosiqli va muruvvat bilan qarashingizni so'rab qolaman. Sevimli qizingiz. Nimaga bu qizni maktubini o'qib berdi degan savol sizda keldi, to'g'rimi? Bilaman, bu qiz maktubida ota-onasiga yo'llayapti. Anchadan beri yozmayotgani va yaqinda 4-etaj yong'in bo'lgani hisobiga 4-etajdan o'zini tashlagani va miyasi chayqalgani va suyagi singanligi haqida va og'riqlari borligi haqida gapiryapti va ota-ona bu holatda shokka tushyapti va natijada infeksiya yuqtirib olgani va homiladorligi, yaqinda to'y bo'lishini eshityapti. Buni eshitib, farzandim birinchi kasal bo'lganini eshitganda har xil fikrlar keldi. Endi farzandim yashay olmaydimi? Uzoq umr ko'rmaydimi? Men shuncha harakat qilganim nima bo'ldi? degan fikrlar o'tdi va oxirida o'ylab qarasangiz, olib borayotgan mavzu oddiygina juda ham oddiy narsa. Arzimas narsaga keltirib qo'yadi. Ya'ni Amerika tarixini yaxshi o'rgana olmagani va kimyoni yaxshi o'zlashtira olmayotganligiga olib boryapti va ota-ona uchun buni eshitgandan keyin, bu eshitgan ma'lumotlarni eshitib turib, buni oxiridagi mag'zini eshitgandan keyin ota-onada nima kelyapti? Oddiy va normal holat hisoblab qaraydigan bo'lib qolyapti. Bu bilan nima demoqchiman? To'g'ri aytishingiz mumkin. Bu mavzudagi hozir sen o'qib bergan xat mentalitetimiz va qadriyatlarimizga to'g'ri kelmashi mumkin, lekin insonlarga xabarni qanday yetkazishga bog'liqligini tushuntirmoqchiman sizlarga. Yana bir misol aytib ketaman. Shu joyda ikki do'st bo'ladi. Bir do'st zargarlik buyumlari bo'yicha ishlaydi va sotadigan do'sti bo'ladi. Ikkinchi do'sti yaqinda uylanmoqchi bo'ladi. Yoshi o'tib ketgan bo'ladi va do'stiga yordam qilish maqsadida do'sti uylanmoqchi bo'lgan do'sti aytadi: "Do'stim, shunaqa menga taqinchoq kerak, sen zargarlik bo'yicha ishlaysan, menga yaxshi eng zo'r taqinchoq kerak" deydi va do'sti aytadi, "Do'stimga yordam bo'lsin" degan maqsadda do'stiga o'zi tan narxi $5000 taqinchoqni $2500 bermoqchi bo'ladi. Unga aytadi, $2500 senga yaxshi zo'r taqinchoqim bor deydi va do'sti aytadi, "Bu taqinchoq unaqa zo'r taqinchoq emas ekan" degan fikrda va hattoki uni borib ko'rmaydi. Eng qiziq joyi shunda. Ertasiga do'sti telefon qiladi: "Do'stim, sen so'ragan o'sha taqinchoq, olmos uzunli taqinchoq keldi, narxi $5000 ekan. Kelib ko'r va ol" deydi. Va do'sti keladi, ko'radi va $5000 cho'ntagidan chiqarib berganda do'sti 2500 ni oladi, cho'ntagiga soladi va do'stiga $2500 beradi. Bu mendan senga to'yona. Ikki do'st ham bir-biriga yordam berganidan xursand va bag'oyatda mamnunlar. Endi sizga shu savol keladi. U ikki do'st do'sti nima asosida oldi? U eng qimmati, eng yaxshisi prinsip asosida oldi. Shuning uchun do'stlarim, nimani qanday, ya'ni bir narsa, bir ma'lumotni qanday yetkazishingiz odamlarga muhimligini aytmoqchiman. Agar siz ham rivojlanib, yaxshi odamlarga fikrlaringizni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Robert Chaldering Ta'sir psixologiyasi kitobini o'qing va
Siz ham muvaffaqiyatlarga erishing va siz bilan mashhurlik cho'qqilarda va muvaffaqiyatli yo'llarda ko'rishguncha deb qolaman. Aziz Muhammad Karim YouTube kanalida bo'ldingiz. Sahifamga obuna bo'ling. Aytgancha videoga like bosib, qadrli va qadrdon do'stlarim, qadrli fikrlaringizni izohlarda yozib ketishni unutmang.